Bugun udumli tillar, ya'ni uzaytirgich haqida o'z fikrlarimni sizlarga o'rtoqlashmoqchiman ustoz sifatida. Mana hozirgi kunda bilasiz, hammaning uyida udumli tillar bor. Hamma udumli tildan foydalanadi. To'g'rimi? Lekin bir narsaga e'tibor berish kerak, statistika bo'yicha uyimizdagi qurilmalarning ichida eng xavflilarning ichiga udumli tillar kirib ketadi. Udumli tillar o'sha xavfli qurilmalar ichida bor. Udumli tildan hamma foydalanadi. Lekin aytishingiz mumkin, qanday qilib bu xavfli bo'lishi mumkin? Men sizga tushuntirishga harakat qilaman. Qisqagina qilaman, tushuntirishga harakat qilaman. Udumli til bozorga borib udumli til olmoqchi bo'lsangiz, kabeli, ya'ni unga kelgan kabeli juda ham yuqa bo'ladi. Ya'ni uyimizga har bitta rozetkamizga tortganmiz 2,5 talik kabel, ya'ni provoda 2,5 talik kabelga tortganmiz, rozetkamiz 2,5. Lekin buni agar siz sifatlisini olsangiz, yaxshisini olayotgan bo'lsangiz, bu 1,5 talik bo'ladi kabel qalinligi. Yaxshisi u. Ko'plarida birlik 0,75 da ham ko'ramiz. Yuqqa kabellar, ya'ni provodalar bo'ladi. Bu degani, mana ko'plar ko'rsatgansiz, bu tushunmaslikdan. Aslida buni ham ayblab bo'lmaydi, odamlarimizni ayblamayman men. Tushunmaslikdan. Bittasiga qish kunida pushka обогреватель, bittasiga maslinli обогреватель, bittasiga deylik dazmol, bittasiga konditsioner ulaganlarni ham ko'rganmiz. Bitta udumli tildan ko'p narsa bu foydalanganlarni ko'rganmiz. Bu degani to'g'ridan to'g'ri o'zingizga xavf tug'diryapsiz degani. Haligi o'zbek tilida maqoli bor. Ko'za kunida emas, kunida sinadi. Mana shunga o'xshagan bir maqol bor. Siz bu narsa bilan o'ynash qilmang. E'tibor bering. Birdaniga tiqish mumkin emas. Mayli agar sizda zarar chiqmaydi, shu narsangiz bo'lsa, mayli ustoz sifatida roziman. Lekin qish kunida bu narsadan foydalanmang. Bu aslida ishlab chiqarilgan narsa временный, ya'ni vaqtinchalik narsa. Sizga deylik o'sha uyingizni bir burchagiga shu udumli til tortib bordingiz. Sizga kerak bo'lyapti. Siz mayli vaqtinchalik bir haftaga 10 kunga foydalanib turing, lekin albatta o'sha joyga tok tortib keling, rozetka o'rnating. Keyin yana bir xavfli narsa. Udumli til yarmiga yetib qoldi, yana tortib ketish kerak. Udumli til bilan udumli tilni bir-biriga qo'shib ulash. Ulab ketish. Bu yerda nima hodisa bo'ladi? Ya'ni fizik o'rnaqa, elektrika. Bu yerda qarshilik ko'payadi. Ya'ni qarshilik bo'lgandan keyin bu qiziydi. Kontakt deylik soedinение yaxshi bo'lmaydi. Soedinение ulov yaxshi bo'lmaydi. Bu yerda qizish, yong'in xavfi bor. Siz yana kecha uxlayapsiz, pechkani qo'yib qo'ygansiz, hech narsani sezmaysiz, xavfni. Shunday ekan, udumli tilga e'tibor bering. Iloji boricha udumli tildan foydalanmaslikka harakat qiling. Va bu временный narsa ekanligini doim yodda tuting. Buni albatta o'sha qayerga kerak bo'lsa, albatta o'sha yerga rozetka o'rnating. Yana sizda majbur bo'lishingiz mumkin, bozordan olasiz, bozorga borib olmoqchisiz. O'zingiz yasang shuni sotadi. Buni turlari bor. Bitta vilkasi, bitta bunisini olib o'zingiz kabel olib yasang, 2 metrlik, 3 metrlik, 4 metrlik. Ana unda ishonchli. O'shanda ham bitta narsani hisoblash kerak. Bu hech qachon ko'rpani gilamni tagidan o'tmaslik kerak. Bu qizigan paytda to'g'ri yong'in ko'rasiz, hamma joyga yotadi. Yoki bo'lmasa, yana bitta narsani ko'rsatganmizda, kabel uzunlik qilibda burab udumli tilni chiqarib tashlaganimiz. Ya'ni juda ham burab turib, har xil burab baylab qo'yib turib, keyin tortib ketishimiz. Bu yerda to'g'ri qizish. Shunday ekan, men bu chiqishimda udumli tillardan ogoh bo'ling, hushyor bo'ling. Bolalardan asrang. Bu chiqishma agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. Shunday qiziqarli chiqishlar bilan chiqtiraman. O'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat.